Bektemir tumanida aliment pullarini to'lamagan 2 farzandiga otalik mas'uliyatini unutgan shaxsga nisbatan sud qarori chiqarildi. Majburiy ijro byurosining Bektemir tumani bo'limi tomonidan amalga oshirilgan harakatlar natijasida qarzdor otaning umumiy 30 million 600 ming so'm miqdoridagi qarzi aniqlandi va u ma'muriy javobgarlikka tortildi. Aliment bu shunchaki pul emas, bu farzandga bo'lgan burch, mehr va mas'uliyatdir. Ammo afsuski, ayrim shaxslar bu burchni yelkasida emas, unutib yuragida ham ko'tarmaydi. Shu kabi holat Bektemir tumanida ham qayd etildi. Har oyda o'zi to'lashga imkoniyat berilgan-ku sizga. Har oyda to'lanish belgilangan summa bor. 2024-yil aprel oyidan boshlab hozirgi kunga qadar aliment qarzdorligingizni to'lamasdan kelayotgan ekansiz. Shunday holat bo'lganmi? Aybingizga iqrormisiz? Nima sababdan hozir mana ishlayapman, norasmiy, lekin shuni rasmiy ish qilib to'g'rilab qo'ymadingiz korxonada? Rasmiy qilib olishlarni qarang. Bunga qadar qattiq ishlagansiz? Rasmiy ishlaganman. O'ta ko'p ishlaganman. Farzandingiz, birinchi turmushingizdan farzandingiz necha yosh? 11 yosh bo'ladi. 11 yosh. Ikkinchi farzandingiz 4 yoshga to'ladi. Hozirgi kunda ikkinchi turmush o'rtog'ingiz bilan birga yashaysizmi yo alohida yashaysizmi? Ma'lum bo'lishicha, qarzdor 2 farzandi uchun 1,4 ulush miqdorida aliment to'lash majburiyatini olgan. Biroq u qariyb 10 yil davomida birinchi farzandini moddiy ta'minotdan mahrum etib, so'nggi paytlarda umuman aloqani uzgan. Necha yildan beri to'lamayaptilar? 1 yildan beri. 1 yilgacha to'ladilarmi bundan oldin? Boshidagi 1 yilini? Keyin sud undirib bergan, o'sha to'laganlar bo'ldi. Rosa qattiq yig'latdi. Kasal bo'ladi. Umuman kelmay ko'rmay. Ikkinchi turmushidan bo'lgan farzandi uchun ham sud qaroridan so'ng bor yo'g'i 2 oy aliment to'lab, keyin qasddan to'lamay kelgan. Ushbu ijro hujjati yuzasidan qarzdorga nisbatan jami qarzdorligi 2 oydan oshganligi sababli unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 47.4 moddasiga asosan ijro ishlari sudga oshirilgan. Ushbu ijro hujjati bo'yicha qarzdordan undiruvchilar foydasiga 15 milliondan ortiq qarzdorlik bo'lib, jami 30 milliondan oshgan. Sud hukm qildi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47.4 moddasi nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilsin va unga shu moddaga asosan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Jabrlanuvchilarga yetkazilgan 15 million 363 ming 900 so'm hamda 15 million 239 ming 100 so'm pul undirilsin. Mas'uliyatdan qochish farzand taqdiriga befarqlik kechirilmas xato. Qonun esa bu xato uchun aniq va keskin chora ko'radi. Ushbu holat barcha ota-onalarga yana bir bor shuni eslatadi. Farzand tanlanmaydigan mas'uliyat, undan qochib bo'lmaydi. Ozoda Xudoyberdiyeva, Mirsaid Aripov, Joyda informatsion dasturi uchun.